Nimani boshlaydi? Soatga qarab qo'ying, necha soat nima bo'lishi. Ko'rib qo'ying soat. Soat qarab qo'ying. Soat bo'yapti. Ana hoji aka. Nima qilyapsizlar? Kelaveringlar, mana kavatni dimlab qo'ydik. Kim xohlasa kelaversin. Ana dam Mana oldi. bir qozon, xudo xohlasa. 11 endi bo'yapti. Mana hoji akalar bir chiroyli chiqishlar qarang mana. Mazzata. Nechidan 53? 10 ta kam 11. 10 ta kam 11. Qanchada pishadi hoji aka? 11 Buni YouTube'ga ketadi bu. Amerikaliklar ko'ra, voy o'zbaki deydi. Sobir yo'q bo'lsa ham bo'laverami endi? Sobir bir tiyinlikka qimmat ekan. Gap ekan buni. Ha. Yo'qolib ketsin. Absalom hojichi. Absalom hoji ham bir tegan. U ham kelmaydi, Sobir. Salom. Sobir yo'q, u ham kelmay qo'ydimi? Ha. Nima? Aynidi. Nima ular orqasidan yuramizmi? Bu Absalom hoji ishlayapti. Pul ko'p unda. Shu pensiyani puli ham yetmay shu ishga kirib ketgan ekan. Topgan pulga nima qilaveradi? Kim biladi? Hozir O'sha mollar yegizvoraveramiz. shunaqa. Yana 7 dan 8 dan molim bor deb qo'yadi. Shu o'liydi olib shu mollarga yegizar ekan, to'g'rimi? Ha, o'g'li-chi o'g'li ham. Xotini pensiyonada. Mayli har kim topgani haloldan bo'lsin, halolga buyur. Molga bersa bir kunga bor qaytadi-yu. Ha, haloldan beraversin mayli. O'ziga sig'may ketganidan qolgan molga yegizyapti. Faqat solishga olasan endi. Mana. Pauza qilib qo'yaymi? Shu yaqin o'rtada yigitlar kelib bemalol o'tirib ketinglar. Ota joylarimizni mazza qilib ketadilar. Ziyorat qilib qozon tovoq hamma yoq bor. Karma ham chiqsa bo'laveradi. Pulon ham kelsa bo'laveradi. Ana shunchalik joy bo'lib qoldi. Xarajat qilsalar ham bo'ldi. Pul bildik, birovga pul berish yo'q bu yerda. O'zbekiston hozir hamma to'q. Kelib bemalol mana chiroyli go'shan mazza qilib dam olib kelsalar ham bo'ladi. Bag'i pavorot, bag'i karme, bag'i pulol, shelme kelib muntazir sizlarga bemalol birovga pul berish yo'q. Eslanglar, tutinglar, chiroyli joy. Kelib shu qozon tovoq hamma yoq bor. O'tirib, yeb, ichib, dam olib ketsangiz bo'laveradi. Nima qilib? Sog' bo'linglar. Choyxonaga borib yurishsa pul to'lab.